Lola singlim. Nimaga xafa o'tiribsan? Kayfiyating ham yo'q. Shunchaki. Hech nima shunchaki bo'lmaydi-ku. Agar bu yer yoqmayotgan bo'lsa, xohlasang ketishimiz mumkin. Yo'q, nega endi? Yoqdi. Xolam juda yaxshilar. Men faqat haligi Nima haligi? aka haligi oldin faqat oyimni sog'inardim-ku. Endi dadamni ham sog'inyapman. Vaholanki dadam hali tirik. O'zimga o'zim rahmim kelib ketyapti. Qalbimga achinib ketyapman aka. Lola, achinmagin. So'z beraman singlim. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Men senga va'da beraman. Mana qara. Birorta tongga otmagan tunni ko'rganmisan? Yo'q. Chunki bunaqasi bo'lmaydi. Hamma tundan keyin albatta tong otadi. Bizni tongimiz ham hali kutib turibdi. Buni esingdan chiqazma. Qachon kelarkan o'sha tong aka? Keladi. Albatta keladi singlim. Men ishga joylashdim. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mani maoshimni ham ko'tarishmoqchi. Hozircha kam bo'lsa ham senga yetkazib turibman-ku singlim. Yaxshi ham xolam bor ekan. To'g'ri aytasan. Yaxshi ham bor ekan. Lekin aka sizga bir gap aytaymi? Mayli. Ayt. Boringizga shukr. Yaxshi ham borsiz. Sen ham boringga shukr. Onamdan qolgan yodgorim faqat sensan. Siz ham aka. Mayli kesinglim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ol, bolam, nondan ol. O'g'lim, ovqatingni sekiroq ye. Yana tiqilib qolmasin. Oy o'zi shoshib turdim. Kebirman. Qayerga ketyapsan o'zi? Bunchalik shoshyapsan. Ko'chada ishlarim bor edi, oyjon. Shundoq ham qulab qolma o'zi. O'g'lim, qochib ketmaydi shu ishing. Oldin yaxshilab ovqatlanib ol. 5 minut kechikib borsang, hech narsa qilmaydi o'g'lim. O'zi san bolani uylantirib qo'yishimiz kerak. Kelin mendan ko'ra senga yaxshi qararmidi? Uni gapiga kirarmiding o'g'lim? Xo'p oyjon, siz qachon desangiz o'shanda uylanaman. Kelinlarning ro'yxatini sizga Telegramdan tashlayveraman. Ha, sen bola, shu gapimni kutib turganmiding? Yoqmay qolsin. Balki bo'lajak kelinni oldiga ketayotgandirsan, shoshilib. Ha, onaginam, bitta duo qiling, men keta qolay. Keliningiz ham kutib turuvdi. Kelgandan keyin bafurja gaplashamiz. Qanday ilohi amin. Yo'ling yorug' bo'lsin. Amin, Alloh akbar. Rahmat ojon, mayli. Xo'p. Mayli. Ehtiyot bo'lgin-a? Xo'p, mayli. Ha, bola tushmagur-a. Dadasi, mana, bolalarimiz ham ancha katta bo'lib qolishdi. Sezmay ham qolibmiz ularning katta bo'lganini. Nimasini aytasan? Esingdami? Kechagina yosh bolalar bo'lib o'ynab yurishuvdi. Esimda. Shularning to'ylarini ko'rsam, armonim yo'q edi-da. Onasi. Ne unaqa deysan? Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Tuzalib ketasan, nima deyapsan?
Nevaralaring o'ynab, kulib oldingda, hali hammasi bag'ringda bo'lishadi. O'g'limizni ham uylantiradigan vaqt keldi. Men ham shuni aytaman-da. Shu to'ylarni ko'rish nasib qilsa edi. Voy. Nasib qiladi. Bu nima deganing? Tuzalib ketasan. O'ylama hech narsani. Mana baribir ani o'tirganimiz yo'q-ku. Kim bor? Keling. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Keling. Qalaysiz-ku, tuzukmisiz? O'tiring. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Qani, Ilohim. Qani, mana shu xonadonlarda ham to'y bo'lsin. Rahmat. Ha, kelgandik. Shu xonadonlarda ham to'y bo'lsin. Lekin shubham katta-da. Kemasingizdan kesatasiz. Kimdir sizni xafa qildimi? Yo'q, meni jigarlarimni xafa qilishibdi. Ko'chadan kelgan kelgindini deb ikkita bola ko'chada sarson bo'lib yuribdi. Tavba. Bularga hech kim sarson bo'lgan degani yo'q. Mana uy. Hech kim haydagani yo'q ularni. O'zi xohlab chiqib ketdi. O'zi xohlab kelsin. Men bilasiz, bolalarni rayiga hech qachon qarshi bo'lmaganman. Qanaqadir bir narsa qilsa, mayli. Bilasiz, hamma o'ziga qiladi. Lekin meni jiyanlarimni onasi o'lgandan keyin xor qildirib qo'ymayman. Sizga kimdir xor qildirib qo'ying dedimi? Qani, ana megajiniz. Unga sizni nima ishingiz bor? Menga qarang. Kuyov. Endi bu ishlaringizdan keyin kuyov deyishga ham tilim bormayapti. Bolalar men bilan yashayapti. Ertaga bir kun xor bo'lib ostonamga borsangiz, bunga aniq ishonaman. Bir kun borasiz ham. O'sha paytda jiyanlarimni sizga berib qo'ymayman. Ular singlimdan qolgan yodgorlik. Agar singlim tirik bo'lganda edi, mana shu ishlarni qilsangiz, men 2 dunyo sizni kechirmasdim. Sizni qarorlaringiz meni hech qanaqasiga qiziqtirmaydi. Keyin taqdirimizni ham Alloh o'zi belgilab bergan. Sizni ko'nglingiz sezgani bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Ha. Keyin ular meni zurriyotim, meni bolalarim. Men unaqa xafa qilib qo'ymayman. Keyin qanaqa tarbiya qilish, qanaqa yo'l tutaman, bu meni shaxsiy ishim. Agar meni uyimga kelsangiz, sizni hurmatingizni joyiga qo'yaman. Lekin sizga bitta yaxshi maslahat. Oilaviy ishlarimga aralashmang. Hurmatingiz yo'qolib qoladi. Mayli. Meni oldimda ham sizni hurmatingiz qolmagan-ku. Ha, sizga gapirdim, gapim ta'sir qilmadi. Ana u megajiniz ko'zingizni qo'rqib qo'yibdi sizni. Satqayi odam bo'lmay ketingi. Umuman bormang uyimga. Men ketdim. Bolalarni ham bermayman. Umuman uyimga qadam bosmang.
Oy, bu odamlarga nimalar yetishmaydi. Tavba. Tinch o'tirimma, hech kimga tegmasdan. Telefonda. Mayli. Bu dunyo beshafqat. Tinimsiz mag'lubiyatlar. Holdan toydirsa ham, adolatsizlikdan o'laman deb dod faryod qilsang ham birov quloq solmaydi. Birov quloq solmaydi. Jin ursin. Bugundan boshlab Jasmin biz bilan yashaydi. Endi men sizlarga onalik qilishga harakat qilishi mumkin, lekin Bu nima deganingiz dada? Men hayotimdagi eng qo'rqinchli tushni bugun o'ngimda ko'rdim. Rahmat sizga, dada. mashinani sotdim. Jasminning oyisi kasal ekan. Lecheniyasiga pul berdim. Dada, qanaqasiga? Shuncha yil kasal bo'lmagan ona. Qizi sizga teggandan keyin darrov og'ir dardga chalinib qopti-da. Sen hammadan ko'p kasalchilikni his qilgansan, to'g'rimi o'g'lim? Oying 1 yil ichida betob yotganda qancha pulim ketganini bilasanmi o'zi? O'sha narsalar hammasi vaqtida oyingni davolamaganimiz uchun bo'ldi. Shuning uchun ham o'lib ketdi. Agar o'sha paytda oying o'jarlik qilmaganda edi, hozir yonimizda bo'lardi. Pulni ayaganim uchun shunaqa bo'ldi. Shuning uchun oyingni o'rniga shu bitta odamga yaxshilik qilay deb berdim. Jasminning onasi bo'lmaganda ham boshqa odamga qilardim. Dada, hammasi siz o'ylaganda emas. Bu xotiningiz unim kasal, bunim kasal deb balkim sizdan pul undirish maqsadida qilayotgandir. Hozir bunaqalar juda ham ko'payib ketgan. Mana men ko'rib yuribman-ku. Sen ko'p ko'rib qo'ysan o'g'lim.
Men seni oldingda yosh bolaman. Men unaqa demoqchi emasdim, dada. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Agar shunaqa bo'lsa, bu taqdir peshona bo'la qolsin. Dadang ham qarib qo'yilmaganda. Qo'ymaydilar lekin yoshgina ayoliga uylanib olibdi. Menga qara, og'zim bor deb hamma gapni gapiraverasanmi? Sal erkak bo'lgan, latta chaynar bo'lmasdan. Ha, aytmoqchi. Dadamni mashinalarini ham juda arzon sotib olibsan. Men hammasini juda yaxshi bilaman. Sen mashinani juda arzon sotib olgansan. Mana shu oladigan pulingni halol olib kirgin uyingga. Tomog'ingdan o'tayotgan non tiqilib qolmasin bo'g'zingga. Birovning hayotini muhokama qilgandan ko'ra, o'zingning hayotingni bor-ku, to'g'rilab yurgin. Sani hayotingni muhokama qilish menga mazada. Ag'dar tuntar bo'lyapti. Menga qara. Qo'yvor yoqamni. Ha, to'g'rida, men dadangni o'ylab gapirdim. Unaqa jonlar bor-ku, pulini oladi va sekingina ketib qoladi. Dadang hech narsani bilmaydi. O'zi bor-ku, to'g'ri gap hech kimga yoqmaydi. Qarochi, bilganlaringni qillaring. Mashinangga kelsak, naqd pul kerak dedilar. Men o'sha kuni mashinani naqd pulga sotdim. Shu uchun arzon ketdi. Ko'targaniga sotdim. U ayolni hali qanaqaligini bilmayman. Lekin nima bo'lganda ham u inson. Shohruh aka? Shohruh aka? Shohruh aka? Laylo. Yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Gaplashvasak bo'ladimi? Qaysi shamol uchirdi? Shunchaki pastga tushasizmi demoqchi edim. Ha, mayli, hozir. Ha, Laylo, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Nima gap? Tinchlik, shu gaplashmoqchi edim. Aniqrog'i kechirim so'ramoqchi edim. Nega? Shunchaki aytgan gaplarim uchun. Endi tushundingmi? Yo'q. O'sha payt ishonib qolgan ekanman hammaga. Bilib bilmay gapiraveribman. Meni kechiring. Men-ku kechiraveraman. Lekin bilsang o'zing ham yaxshi ish qilmading. Bilaman. Tushundim hammasini. Nima ham qilardik? Tushungan bo'lsang yaxshi. Kechirdingizmi demak? Kechiraman endi, boshqa nima ham qilardim? Rahmat.
Ketik. Amaki, sizdan bir iltimosim bor. Xo'p, Men o'zim yo'ldan ko'tarilmoqchiman. yaxshi-ku. O'shanga noto'g'ri tushunmasangiz, siz yordamingizam. Dadamlarning yordamlari ham menga kerak emas. Nimaga unaqa deysan? Endi birgalashib. Endi bu hayotda biznes qilamiz, ish qilamiz. Endi maslahatlashib qilamiz-da hamma ish. Nimaga bizdan foydalanishni xohlamayapsan? Yo'q, gapingiz to'g'ri-ku, lekin o'zim yo'ldan ko'tarilmoqchiman. Agar dadamga bu haqda gapirsangiz, dadam meni majburlaydilar, amaki. Bor amakini oldilariga bor. Amaki senga ish beradilar deb majburlaydilar. Menga kerak emas bu narsalar. Tushunarli. Mayli. Shohrux, men seni fikrlaringni hurmat qilaman. Ancha qiynalding. Oyingdan keyin singlingga, adangga qarab hurmat izzatlarini yaxshi qilib yuribsan. Lekin o'zimni yo'ldan ko'tarilaman deb juda ham o'zingni qiynab qo'ymagin. Bu aytishga oson. Mana biz adang bilan birga o'zimiz ham rosa qiynalganmiz. Ko'chada nima ish bo'lsa qilganmiz. Lekin bu narsani mehnatiga, og'irligiga, qiyinchiligiga, peshona terisiga chidash qiyin. O'ylab ko'rgin. Har holda imkoniyating bor paytida foydalanib, mendan olgan pullaringni to'g'ri yo'lda sarflab, yoshligingni chiroyli o'tkazib, yaqinlarimizni qadriga yetib yursang, o'sha ham men uchun, otang uchun katta baxt. O'ylab ko'r. O'ylab ko'rdim. Hamma gapingizni hurmat qilaman. Men axir sizni jiyaningizman-ku, amaki. Sizga munosib bo'lishni xohladim. Bor yo'g'i shu. Mayli, o'ylab ko'rgin. Agar biror yordam kerak bo'lsa, men tayyorman. Xo'p, rahmat. Ehtiyot bo'lgin. Buncha bu choldan qutulishing qiyin bo'ldi? Pulini olding bo'ldi-da. Endi atrofida ko'p o'ralashmagin. Shundoq ham hech narsasiz qolib ketdi. Oyi, to'g'ri ish qilmading. To'g'risini aytsam, vijdonim qiynalyapti. Qayta borib, hammasidan kechirim so'ramoqchiman. Ishlab bo'lsa ham, hamma pullarni qaytarib berardim. Oyi, bu yog'iga xafa bo'lmang-ku. Siz aytganlaringizni qilmayman endi. Siz ham to'g'ri yo'lda tanlang. Bu ishlar yaxshilikka olib kelmaydi. Bu nima deganing? Esing joyidami? Shuncha paytdan beri qancha odamlarning cho'ntagini quritganingda vijdoning qattaydi seni? Oyi, siz meni tushunmayapsiz. Hech qachon tushunmagansiz. Iltimos, bir marta meni tushuning, oyi. O'sha oilaga haqiqatdan mehr qo'ydim. Mengachi mehr-pexir to'g'risida gapirma. Pulini olding, bo'ldi, ajrashib kelgin tezroq. Oyi, bo'ldi. Boshqa aytganingizni qilmayman. Agar boylik kerak bo'lsa, boshqa yo'lni toping. Tushundingizmi? Men boshqa harom pul ishlab topmayman. Ey bor, bilganingni qil, xo'pmi? Yuraver o'sha qari cholli ketidan. Oyi, qachon aqlingiz kiradi, oyi? Ishla qilay. Rahmat, yaxshi. Mana shu oy tugataylik iltimos. Aka, ishlar kutilgandan ham tezlashib ketdi. Hozir mana bunga qarang. Hozir bizda hozirgacha 2 kamaz g'isht tejaldi. 30% ga bizada g'ishtlarning sarfi kamaydi. Ko'rib turganingizdek,
Mana bularni ham ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi. Yaxshi-ku. Yaxshi, bunaqa g'oyalar qayerdan keldi? Eng qizig'ini sizga aytadigan bo'lsam, buni jiyaningiz Shohruh qildi. Hammasini. G'oyalarni tuzib, shuni aytganlarini qilishimizning orqasidan sarf-xarajatlarimiz deyarli 30% ga qisqardi. 10 kunlarga qolmasdan shu obyektni topshirishni mo'ljallayapmiz, xudo xolisa. Juda yaxshi-ku. Albatta. Mani jiyanim agar shunaqa ish qilgan bo'lsa, bu Haligi zo'r-ku. jiyaningiz, haligi menimcha bu oddiy qurilishda ishlash shart emas, bizning loyihalarimizni ham boshqarishi mumkin. Chunki undan zo'r g'oyalar chiqarkan. Loyiha boshqaruviga katta hissasini qo'shib bo'ldi shu paytgacha. Zo'r-ku. Shu yaqin kunlarda loyihani boshqaruviga odam kerak degandiz-ku. Shohruhning o'zi buni eplaydi. Chaqirchi o'zini. Xo'p, hozir bir daqiqa. Yaxshi, bu yaxshi yangilik. Qoyil. Shohruh, pastga tushing, sizga zo'r yangiligim bor. Bo'ldi, hozir tushar ekan. Yaxshi. Dadasi, o'g'lingiz ham katta yigit bo'lib qoldi. Unga ham mashina olib berishingiz kerak, bilasiz-a? O'qishni tugatsa, u ham sizga olib beradi. Onasi, bizga ham o'g'il katta bo'lib qopti-da, ha? Mashina bo'lsa, mashinada. Endi, lekin siz ham harakat qiling, o'g'il bola. Kelinam sizni ko'p kutib turolmaydi. Dada, harakat qilyapman-ku. Shundoq ham o'zi har kun uchrashuvda bo'lsam. Endi yana kelin topaman deb o'qish qolib ketmasin endi. Mani o'g'lim o'zimga o'xshagan, hamma narsaga ulguradi. Qizim, agar bu yigit onasiga o'xshagan bo'lsa, menda gapiradigan gapim yo'q boshqa. Sizlarga. Dada, men hammasini bir xil olib boraman. Axir men siz o'g'lingizman-ku. Agar hozir o'qishga kech qoladigan bo'lsam, aniq gap eshitaman. Shuning uchun men keta qolay. Sizlar yaxshi o'tiringlar. Qani bitta duo qiling. Ilohim amin. Hammamiz baxtga cho'milib yuraylik. Hammamiz tinch, omon, eson bo'laylik. Boraver o'g'lim. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi boring. Xo'sh, sen nima deyotganding? Nima yana olib bering deyotganding? Yangi ko'ylaymi, ha? Nima qizingiz hadeb ko'ynak so'raveradi? Ko'ynak ekanmi buni, ha? Onasi. Hozirgi yoshlar shunaqa. Shunaqami? Tushunarli. Tez almashtirmasa bo'lmaydi. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ishlar yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qalay ketyapti ishlar? Yaxshi, rahmat. Nima ish qilib qo'yding? Nima ish qilib qo'yma aka? Mana Muhammad sendan norozi. Iye. Hammasi yaxshi ketayotgandi menimcha. Yaxshi ketgan uchun chaqirdik seni. Rahmat. Shu xullas mana bu loyiha menga juda ham yoqdi. Ancha-muncha qurilish materiallaridan kechalar ekan. Muhammad tusha buni. Sen ertadan boshlab mana shu loyihang bo'yicha ishlaganda o'zing nazoratga olgin. Men yaqinda chet elga o'zim ishlarim bilan chiqib kelaman. O'zi shu soha bo'yicha yaxshi biladigan odam kerak edi menga. Muhammad aytayaptiki, buni o'zi eplaydi.
Jiyaningiz shunaqa ishlarni zo'r bilar ekan deyapti. Ertadan boshlab shu ishlarni qilgin, boshqalarni yig'ishtir. Lekin aka, hali men unaqa tayyor emasman. Tayyorsan. Mana shu ishni o'zing qildingmi aqling bilan? Ha? Ha, bo'ldi. Ertadan boshlab mana shu narsani menga tayyorlab bergin, shuncha pullarim ko'chaga chiqib ketyapti. Undan ko'ra o'zing qilib berganing yaxshi shularni. Har holda ishonchliroq bo'ladi. Nima bo'lsa ham sen meni jiyanim bo'lasan. Senga ishonaman. Bo'ldi, boshqa ishlarni yig'ishtirda, mana shu ishni qilgin. Tushundingmi meni? Bo'ldi Muhammad, sen boraver. Xo'p, mayli. Jiyan rahmat. Yuzim yorug' qilding. Qoyil senga. Qo'ysiz aka. Haqiqatdan ham meni jiyanim ekansan. Mana shu butun boshli obyektni o'zing boshqarasan. Tushunarlimi? Mashinamni tashlab ketaman senga, xo'p? Men chet elga chiqib boshqa ishlarni qilib kelaman. Sen bu yoqni eplaysan, bo'ptimi? Qanaqa bo'lar ekan aka? Yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi. Mayli. Ertadan bunaqa kiyimda yurmagin, tushundingmi? Men o'rnimga sen boshqarasan shularni. Ertaga gaplashamiz, xo'p? Bo'pti, mayli. Gaplashamiz, yaxshi qol. Aka, mashinangizni yuvish kerakmi? Iye, aka. Voy, Shohrux! Qo'ysiz. Ustim, rasso. Qo'ysiz aka. Yaxshimisiz? Ha, qalaysan? Charchamayapsizmi? Morola bo'lsin. Yangi mashina. Kuchayib ketibsanmi? Endi shunaqa bo'lib qoldi-da. Ha. Alloh beraman desa, bir deganda bergani shu ekanda. Ha, aytganingni qilibsan-da. Qara, men Holyam shu yerda ishlab yuribman. Endi bu narsalarga erishish oson bo'lmadi aka, lekin inson harakat qilsa hamma narsaga erishar ekan. Yaxshi, o'zgarib ketibsan. O'zingiz aka nima ishlar qilib yuribsiz? Mana ko'rganingdek. Hali ham shu mo'kadami? Ha, ukam, shunaqa. Aka, agar men bilan ishlayman desangiz, sizga juda zo'r ishlar bor aka. Yaxshi bo'lardi. Qachongacha shu mo'kada qo'lingizni kirga urib yurasiz aka? Zo'r ishlar bor aka. Endi nima qilay? Oilam bor-da. Akajon, yuring men bilan. Sizga yaxshi ishlar bor. Qani yuring. Mayli, Shohrux. 2 minut to'xta, kiyimlarni almashtirib chiqay. Mayli aka, kutib turaman. Hozir. Mashinada kutib tur, 2 minutga. Hozir kelaman. Ketib qolma, ketib qolma. Xo'p, qayerga ham ketardim? Mashina kimniki o'g'lim? Ko'rinmay qolding, yo'qlamay ham ketding. Yo'lda ko'rib qolmasang, shu yo'lda ko'rib qolmasang eslamasding ham. Dada, mashina kimniki bo'lardi? O'zimnikida. O'zimni kuchim bilan oldim, dada. Amakim sog' bo'lsinlar. Menga ancha yo'l yo'riq ko'rsatdilar. Ko'chaga tashlab qo'yganlari yo'q. Bu gaping bilan nima demoqchisan o'g'lim? Bunaqa kesatib gapirmagin. Har holda otangman seni. Yo'q dada, sizga rahmat. Agar o'sha paytda o'sha aytgan narsalarimni olib berganingizda balkim anu ayol kelib sizni aynitmaganida balkim bunaqa yutuqlarga erishmagan bo'lardim, dada. Shuni har doim senga aytaman-ku, hammasi yaxshilikka o'g'lim. Sen aytgan gaplar hammasi to'g'ri ekan. Meni aldashibdi. Oyis kasalmas ekan.
Men uni bir uyga ham haydab yubordim. Lekin xatosini tan olgan. Juda qattiq pushaymon yeyapti. Senini olib uyga qaytsang, yaxshi yashardik. Men u yog'iga kafolat beraman, hammasi yaxshi bo'ladi. Undan xavotir olma. Yana o'ylab o'tirmagin, dadam. Bunaqa pul topganim uchun dadam shunaqa o'ylayapti deb. Men sizlarni kutaman. Lekin ich-ichimdan xursand bo'ldim. Shuncha pulni topib, yaxshi mashinalar olib, maza qilib yurganingdan. Ha, mayli. Mayli. O'ylab ko'ramiz. Lekin senim qaytmasa kerak. Uni ham ko'ndirarman. Bir kun o'tamiz. Amakimni ham chaqiramiz. Ularni juda katta yordam tegdi menga. Yuring dada, siz uyga o'zim tashlab qo'yaman. Shuncha azob berdim. Bolalarga. Meni ayol desa bo'ladimi? O'gay. Baribir o'gayligini ko'rsatdi, bekorga aytishmagan. Nega ham oyimni gaplariga quloq soldim? Nega o'z baxtimni o'ylamadim? Axir men ham ayolman. Baxtli yashashga haqqim bor. Birinchi oilamni ham oyimni xatolarini deb buzdim. Endi ikkinchi oilamni albatta saqlab qolaman. Aka, o'ylab qarasak, ko'p narsaga o'zimiz yoshlik qilib qo'ygan ekanmiz. O'zimni ham qo'limdan kelar ekan ko'p narsalarni hal qilish. Dadam bilan o'zim gaplashib ko'raman. Hammasi biz o'ylaganchalik bunaqa yomon emas ekan. O'zimiz yoshlik qilib qo'ygan ekanmiz. Bor gap shu. Iloji boricha mahalla kuy bilmasdan o'zinglar kelishib olinglar, chunki singling ham yosh hali. O'zing dadang bilan ham gaplashgin hammasini. Shu ishlarni ko'chaga chiqmaydigan qilib hal qilgin. Sizga ham hamma narsani kelib aytib beraverib, o'zim ham juda ko'p xato ishlar qilgan ekanman. Afsuski, unaqa darajada yomon emas ekan. U ayol ham qilgan ishlarini o'zi tan oldi. Senimga yaxshi munosabatda. Dadamga g'amxo'rlik qilyapti. Mayli, nima bo'lsa ham o'tgan ish o'tdi. Shohruh, bu yog'iga ozgina jiddiyroq qaranglar. Dadang hayotini o'ylagin. Sen o'zing hayoting bilan singling o'zi bilan bo'lib ketsa, ertaga dadang qiynalib qolmasin. Yo'q joydan muammoga duchor bo'lmasin. Oxiri yo'q narsa ham bordek tuyulaveradi. Men ham bilib bilmasdan dilingizni og'ritgan bo'lsam, kechiring aka. Sizga ham qattiq gapirib qo'ydim. Yo'q, hammasi joyida. Dadangga salom aytgin. Men shu yerdaman. Nimadir kerak bo'lsa, hop, kelib turgin. Mayli. Hop, sog' bo'ling. hop. Xayr. Yaxshi yetib ol. Dadasi, bu katta uy. Baribir bolasiz huvlab qolar ekan. To'g'ri aytasan. Bugun o'g'limni ko'rdim. Ishlari yurishib ketibdi. O'zi mustaqil pul topadigan bo'pti. Shuning uchun kayfiyatim ochilib ketdi. Men ham xatoyimni tushunib yetdim. Bolalarim oldida juda ham uyatliman. Agar ular qaytib kelsa,
Ko'rasiz hali. Onasidan ham ko'proq mehr berishga harakat qilaman. Mani kechirishlari uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman. Faqat kelsa bo'lgan yoki o'zimiz olib kelamizmi borib? Sen ularni rostdan kelishini xohlaysanmi? Boshqa hech qanaqa hunar ko'rsatmaysanmi? Tavba qildim dedim-ku. Kechirim so'radim. Ular kelishsa, bor mehrimni berishga harakat qilaman. Xatolarimni tuzatamiz. Balki kelib qolishar. Kelsa juda ham xursand bo'lardim. Keyin umuman boshqacha yashagan bo'lardik. Kimdir keldi. Assalomu alaykum. Lola qizi, yaxshi keldingmi? Assalomu alaykum. Assalomu Ke alaykum. o'g'li. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Yaxshimisiz? O'tir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir sizlar haqingizda gapirib turgandim. Iltimos. Endi ketmanglar, xo'p. Xo'p. U ishlarni qilmasak ham mayli, hammasini o'zim qilaman. Bu nima deganingiz? Birga qilamiz. Oyjon. Oyjon dedingmi? O'zimni qizim. Ancha o'zgarib qopti-ku, dada. Qo'ydi bilan. Endi albatta baxtli yashaymiz. O'g'lim, endi seni uylantiramiz. Bu yog'iga to'y endi. To'yga harakat qilar ekanmiz. Kelin bormi? Bor, men bilaman. Ismi Laylo. Laylo? Sen jim turgin, o'zim aytaman. Qachon boramiz? Uyini ham bilaman. Rostami? Ko'rdinglarmi, qizim o'zimga o'xshagan chaqqonda. Yo, senga o'xshashga ham ulgurdimi hali?